O'rog'oshning sentridan sizlarga 20 sotiklik 8 xona uyi bor uy topib qo'ydik. Nima deysizlar? Tayyor shuna kirib yashaydigan xonadonda bitta ko'ringlar ichkarilarni, havas qilganlar like bosib boshlab ketdik. Do'stlar ko'rib turibsizlar, bemalol bitta mashina sig'arib, so'rilar qo'yib qo'yishgan ekan, mazza qilib yashaydigan. Patologlarni qilib qo'ygan ekan. Kirganimizda bu tomonda mehmonxona uchun joy qilib qo'ygan. Podvallari ham mavjudda. Bemalol. Bu tomonimizda ikkita xona bor. Bularda remontlari qolgan ekan, remont qiladigan holatda ekan. Shuvoqlarni qilib, remontlarni qilib olaverasiz. Eshik romlarigacha akvaplastlarda qo'yib qo'yilgan ekan. To'g'rimizda teraska bor ekan. Va to'g'rimizda yana yotoqxona uchun joy va yana sanuzellari ham bor yotoqxonaning ichida. Yana detskiy xona, yana boshqa xonalar uchun 3 ta xona mavjudda. Xo'p, bu tomonimizda mehmonxonani ham ko'rib turibsiz, chiroyli holatda qilib qo'yilgan, yaxshi variantda ekan. Xo'p, kirganimizda darvozadan to'g'rida yana bitta xona mavjud. Buni ichida ham sanuzellari joylashgan o'zining ichida. Xo'p, olib kelingda, bu yerda mana oshxona uchun joy qilib qo'yilgan ekan. Buni xona sifatida hisoblamadik, lekin xudo xolasa bitta xona qilib oshxona qilib olsalar ham bo'laveradi. Bu yerga sanuzel uchun joylar qilib qo'yilgan ekan. Eng qizig'i olib kelingda, bu yerda mana naveslar qilib yozgi oshxonalarni ham qilib qo'ygan ekan. Bir qator ko'rsatib qo'yasiz. To'g'rimizda mana molxonalari ham mavjud. Agar o'tib qaranglar, bepoyon kenglikda maza qilib, mevali daraxtlari bor. Mana bu tomonimizda O'rog'oshining bog'chasining orqasida joylashgan uyimiz. Ko'rib turibsizlar, qo'ldan kelgancha obzorni qildik. Olib mazza qilib yashaydigan buni xonadonda hammaga nasib qilsin. Xo'p, sentriga ham yaqin O'rog'oshini yaxshi variantda. Xo'p, ushbu joyda narxini egalari kelishamiz ustida deyapti. Shu el qatori qilib beraveramiz deyapti. Yaxshi variant. Zaruratdan sotyapmiz deyapti. Telefon qilaverasizlar egalariga. O'sha 20 sotiklik 8 xona uyi bor. Tayyor yashaydigan. Sentriga ham bir qadam zo'r joyda. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, O'rog'oshlik akalar. Qani paddishka qilib, like larni bosib tanishlarimizga jo'natibdi.